Assalomu alaykum tomoshabinlar, obunachilar, muxlislar. Bugungi manzilim Chust shahri Toshkent petagi oldida joylashgan velosipedlar do'mbay sotiladigan velosipedlar do'koniga bo'ladi azizlar. Manzilni aytib o'tmoqchiman. Barkamol avlod to'yxonasi oldida joylashgan. Mana bu yerda halol faza ekan. Bu yerda bir-biridan yaxshi shu nima deydi, har xil markadagi, har xil turdagi velosipedlar sotiladi. Azizlar, qadrdonlar, videoga like bosamiz, imkon qadar ko'proq like bosamiz va qo'llab-quvvatlashda davom eting. Azizlar, men imkon boricha velosipedlarni narxlari bilan tanishtirib o'taman va turlari, markalari bor ekan bu yerda. Men shularni birma-bir ko'rsatib, ma'lumot berib o'taman. Azizlar, mana bu hozir ro'paramdagi velosipedlar hammasi, mana shu qatordagi velosipedlar hammasi 800 mingdan ekan. 800 mingdan. Mana bu yerda ustalar, mana hozir yaqinroq boramiz. Ustalar mana bularni chiroyli qilib remont qilib, mana tayyorlab, naqd qilib qo'yishadi. Yaxshimisiz, tuzimsiz. Mana bu yerda ishchilar bilan band. Azizlar, manzilni yana bir bor aytib o'taman. Barkamol avlod to'yxonasi, Chust shahar Barkamol avlod to'yxonasi shunday yonida joylashgan. Azizlar, hozir bu mana bular birinchi qatordagisi 800 mingdan. Hozir sekin borib narxlarni aniqlamiz va ichkariga kiramiz. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, hali butlanib olib kelinadi. Buni 4ga 5ga bo'lib, bular mana hali tayyor qilinmagan. Bularni sekin aniqlashadi. Mana bu yerdagilari 1 millionlik. Mana bularni markasi va an'analar bor, o'ziga yarasha afzalliklar bor. Mana shular haqida ham gaplashib o'tamiz. Kanalni kuzatib boringlar tomoshabinlar. Mana shunday velosipedlarni kim xohlasa, mana bu 1 milliondan balandroq ekan. Bu velosipedlar 1 million 200 ming, 1 million 300 minglik velosipedlar ekan. Video pastida nomerlar bor. Mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilinglar. Tomoshabinlar, men do'kon ichidaman. Bu yerda turli rusumdagi velosipedlar bor va mana ko'rib turibsizlar, bu yerda bolalar uchun, erkaklar uchun, ayollar uchun velosipedlar bor. Mana ko'rib turibsizlar, bular shunday minasiz, shunday ketasiz. Hech qanday an'anasi yo'q. Bu yerda nima deydi, mana generatorli, mana shu motorli velosipedlar ham bor. Bular haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, Ravjon, yaxshimisiz? Sizimsiz, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sog' salomat yuribsizmi? Ishlaringiz rahmat. Mana shu velosipeddan boshlaylik narxini. Bu qanday velosiped? Yaqinroq, Maestro deyishadi buni. Maestro, xo'p, Maestro. Hamma Germaniyada ishlab chiqarilgan, egarda amortizator bor. Yashang. 28 razmer, 3talik skorost. 3talik skorost. 3talik, hamma yo'g'i original. Bu mana shu Maestromi? Maestro. Zo'r. Endi buni narxlari qanday? Buni 2 millionga dastavka qilib beramiz, xudo xolasa. 2 millionga. Yaxshi. 12 ta viloyatga dastavkasi bor. Yaxshi. Mana buchi? Bu Gallan. Xo'p. Qulub kalitlarigacha bor. Qulub kalitlar. 3talik skorost. 3talik skorost, yaxshi. Bu nech pul bu narxi? 2 million 12 ta viloyatga dastavkasi bor. Bu gavdali odamlarga, kattalarga, qatnashga juda qulay. Tushib chiqishga, o'zi ham yengil.
Yengil. Bu metal qanaqa? Metali. Metali temir. Temirdan. Ha, yaxshi. Mana ro'paradagi velosiped qanaqa mana bu? Juda boshqacha ekan ko'rinishi. Bunisi Bu 28 mi baloni? 28 alyumin rama ketlar. Alyumin rami. Alyumin rama 28 razmer. Germaniyada ishlab chiqarilgan. Zo'r. Yer nemisga kirmas. Ha, ketlar. Ha, yaxshi. 1.700.000 dastavkasi bilan. Shu turishi 1.700.000. 1.700.000. Dastavka 12 ta viloyatga yaxshi. Tomoshabinlar video pastida nomerlarni qoldiramiz, nomerlarga qo'ng'iroq qilib, kim olmoqchi bo'lsa, kimlar qiziqqan bo'lsa, mana shu nomerga qo'ng'iroq qiling. Albatta javob berishadi va sizlarga ham mana shunday velosipedlar nasib. Bu женский velosiped. Onaxonlar uchun juda ajoyib. Opaxonlar, onaxonlar, singillar uchun. Germaniyada ishlab chiqarilgan. Xo'p. Generatori bor, tok chiqarib beradi. Generatori bor, tok chiqarib berar ekan. 3 ta skorsi bor. 3 ta skorsi bor, yaxshi. Lexus apparat. Juda chiroyli ekan u. Ayollarimiz uchun, Ayollar onaxonlar uchun juda ajoyib. Yaxshi, zo'r. Bu narxi qancha buni? 2 million dastavkasi. 2 million dastavkasi bor 12 ta viloyatga. Ikkita viloyatga yo'lda yetkazib beradi. Tomoshabinlar video pastida nomerlar bor. Shu nomerlarga qo'ng'iroq qiling azizlar. Mana bu yerda mana bu velosiped boshqacha ekan. Bu qanaqa mana shuni haqida ma'lumot bering, mana shu, mana shu. Setkasi bor ekan. Bu Xitoy o'zimizda ishlab chiqarilgan. O'zi, Xitoy. Ha. Qo'shma korxona. Ha. Qo'shma korxona. Ballonlari ham juda yo'g'onroq boshqacha ekan. O'zi tanlab qilingan. Ha, yaxshi. Mustahkam. Skorsi nechta buni? Bunda skorsi yo'q. Skorsi yo'q. Xuddi shuni 3 talik skorsi ham bor. Ha. Bunda skorsi yo'q, o'zimizning eski rossiyskiy apparatga o'xshab ketadi. Metali qana? Temirmi bu? Metali temir. Ha, yaxshi. Yaxshi. Tomoshabinlar, bu yerda, mana bu yerda ham yana velosipedlar bor ekan. Mana bu velosipedlarni hozir ko'rib chiqsa, bular sal boshqacharoq, oddiyroqmi? Yo buni ana shu boshqachami? Mana shular, mana shuni 26 ekanda, ha, sal kichkinaroq. Maktab bolalariga juda Maktab bolalariga haqiqatda. Bu necha puldan bular? Bular buni 1,5 million dastavkasi bilan. 1,5 million dastavkasi bor. Tomoshabinlar video pastida nomerlar bor, shu nomerlarga qo'ng'iroq qiling.